hechqisi yo'q. Men bitta she'r bilaman. Shuni aytsam, darrov shamol esib, varraklarimizni tepaga uchirib ketadi. Tezroq. Shamol, shamol, baring jamol, varraklarni olib ket. Qani, bo'lmadi-ku. Ozgina kut. Kel, shamol esgungacha varraklar haqida bolalarga gapirib beramiz. Kelishdik. Ip bog'lab uchirilgan qog'oz moslamalari haqidagi ma'lumotlar eramizdan avvalgi 2-asrga tegishli. Varraklar har xil buyumlarda gazlanma, qog'oz, bayroqlar, barglar, o'simlik shox-shabbalaridan yasalgan. Agar bilsangiz, varraklar odam qo'li bilan osmonga uchirilgan eng birinchi samolyotlardir. Osmonga uchirilgan buyum har doim har xil ko'rinishga ega bo'lgan. Uning aniq bir andozasi bo'lmagan. Kimdir uni kapalak, yana boshqalar ajdarho, to'rtburchak, uchburchak shaklida yasashgan. Bilasizmi bolalar? Xitoyliklar varraklarni qanotsiz uchar ajdaholar deb atashgan. Bolalar, siz hozir mazza qilib uchiradigan qamishli varraklarchi 12-13-asrlarda o'ylab topilgan. Qog'oz o'rniga esa matto qo'yib ko'rilgan. Hozirgi varraklarning ajdodlari bolalar uchun emas, kattalarga deb yasalgan ekan. Tinib tinchimagan odamlar ulkan varraklar yordamida biror buyumni yuqoriga ko'tarishga harakat qilishgan. Lekin o'ylaganlari amalga oshmagan. Kutilgan natija bo'lmagach, varraklarni bir chetga surib, boshqa buyum ustida bosh qotira boshlashgan. Oradan biroz vaqt o'tgach, kang bosib yotgan varraklarni olimlar topib olib, ilm-fan yo'nalishida ishlatishgan. Ya'ni 18-asrga kelib, havo namligi, haroratini o'lchashda varraklardan keng foydalanilgan. Qadimda odamlar varrakda uchishga urinishgan desam, ishonasizmi? Ishonavering. Osmon va falakka ko'tarilishni orzu qilgan olimlar ulkan varrak yasab, unda uchib ko'rishga harakat qilishgan. Va hozirgi siz biladigan delta planning buvasini ixtiro qilishgan. Hozirgi varraklarning turlari shunaqangi ko'pki, bizda 5 qamish, laylak, 3 qamish kabi varraklar urf bo'lsa, xitoyliklar jonivorlar shakliga o'xshash varraklarni yoqtirishadi. Menga o'zimning varraklarim yoqadi. Ayniqsa shamolda dardaragi baland ovoz beradi. Varraklardan hozir ham keng foydalanishadi. Bilasizmi bolalar? Varraklarning tug'ilgan kuni nishonlanadigan sana ham bor. Oktyabr oyining 2-dam olish kunida butun dunyoda varraklar kuni nishonlanadi. Bizda esa bahor kelishi bilan ozgina shabada esa bo'ldi. Darrov qog'oz, qamish, yelim, dum uchun mato olib varrak yasashni boshlashadi. Ajibay! Tura qol! Shamol esyapti, varrak uchiramiz. Voy, mening varragimni olib olyapsan. Ber uni. Bu meniki-ku. Chalkashtirib yubordingmi? Sen chalkashtirding. Endi nima qilamiz? Hech qisi yo'q. Kitlarning muhrini olib kelsam bo'ldi, shartta. O'zimning varragimga gul bostirib olaman. Muhr? Ha? Nima degani u? Savol beravermasdan yugursang-chi. Baribir ular haqida ertaga gaplashamiz. Ha, bo'pti, men ketdim.